Men zaxirada o'tiribman. To'liq 90 daqiqa. Adashmasam bu 3-marta sodir bo'lyapti. Menimcha, faoliyatimda bunday bo'lmagan hali. To'g'risi, men bundan xafaman. Juda xafaman. Men klub bilan juda ko'p ishlarni qilganman. Yillar davomida nimalar qilganimni bilasiz. Ayniqsa o'tgan mavsumda. Hozir zaxirada o'tiribman. Negaligini bilmayman. Xuddi klub meni bo'layotgan ishlarda aybdor qilib qo'ygan. Har holda men buni shunday his qilyapman. Va fikrimcha aniq shuki, kimdir meni bo'layotgan ishlardagi asosiy aybdor sifatida ko'rsatib qo'ygan. Klub menga yozda juda ko'p narsalarni va'da qilgan va hozircha hech narsa bajarmagan. Yo'q, men 3 o'yindan beri zaxiradaman. Ya'ni ular va'dasida turdi deb ayta olmayman. Murabbiy bilan munosabatlarimiz yaxshi ekanligini bir necha marta aytganman. Kutilmaganda munosabatlar buzildi. Nega bunday bo'layotganini bilmayman. Bu xuddi aftidan kimdir meni bu klubda bo'lishimni xohlamayotgandek. Lekin bu men har doim qo'llab-quvvatlab kelgan, mening farzandlarim qo'llab-quvvatlab kelgan klub. Men bu klubni juda yaxshi ko'raman. Kecha onamga qo'ng'iroq qildim. Meni o'ynashim mumkinligi yoki yo'qligini bilmagansizlar. Lekin men bilardim va otamni va onamni Brightonga qarshi o'yinga taklif qildim. Neymanmi yo'qmi, bundan bahra olishimni aytdim. Endi nima bo'lishini ko'ramiz. Brightonga qarshi o'yinga tushamanmi, yo'qmi? Umuman zaxirada bo'lamanmi? O'zim uchun bahra olaman. Bu yog'iga nima bo'lishini bilmayman. Shunchaki Enfildda bo'laman. Muxlislar bilan xayrlashib, Afrika Kubogi yo'laman. Sababi terma jamoaga borib qo'shilganda bu yog'iga nimalar bo'lib ketishini bilmayman.